O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov nima qilganini ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Yaponiyaning o'zbek uyg'ur millatiga mansub tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Arfiya Eri Tokiodagi O'zbekiston madaniyati kunlari doirasida madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan raqsga tushdi. Nomi ostida ijtimoiy tarmoqlarda turli xil video lavhalar tarqaldi. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.